kimki bomdod namozidan keyin oyog'ini bukib o'tirganicha gapirmasdan turun quyidagilarni aytsa deydilar. Quyidagilar nima? La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana shuni 10 marta aytsa dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. Ya'ni 10 marta sanab takrorlaydi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bir rivoyatda shu va huwa ala kulli shay'in qodirdan oldin yuhyi va yumit ham bor. Ana o'shani 10 marta aytsa uni 10 ta xatosi o'chiriladi. Unga